O'ylabdi deysiz endi narxlar bu darajada yeriga beti bilan qulaydi deb akalar. Yaqinda shunaqa mashinalarni o'zimiz 5000, 5,5 ming sotgan edik. Videoda oxirigacha ko'ringlar, narxi videoda oxirida. Mashinamiz 2014-yilda ishlab chiqarilgan. Kraskasi o'zlarini chiroyli bo'lishi uchun mana shunaqa sportivniy svet qilib, yengil asvejit qilib qo'yishgan ekan. Holati ideal. Dokumentlarda muammo yo'q. Generalniy daveniz aytgan dokumentlarni qilib berilaveradi. Mashinamiz 400 ming kilometr yurgan, balonlari hamma yo'q, holati zo'r. Chexol polik, hech qanaqa kamikosi yo'q mashina. Akalar, bu mashinamizni hamma kutayotgan narsa narxi faqat Avtodasyor obunachilari uchun $3100. Ozgina yana yo'lida qilib beramiz. Nomerni pastda qoldirdim, bemalol aloqaga chiqaverasizlar.